Tak, hurmatli do'stlar, kecha biz bu bemorimizni operatsiya qilgandik. Kecha ikkita mikroteziya amaliyotini o'tkazdik. Xudoga shukr, ikkalasi ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu bemorimiz, demak, ikkinchi bemorimiz. Bularga bugun javob beryapmiz. Kecha yaxshi urug'lar, sifatli urug'lar topganmiz. 8 yillik bepushtlik azospermiya holati bilan bizga murojaat qilgan bemorimiz. Xorazm viloyatidan tashrif buyurganlar, shu uzoq yo'ldan yurib keldilar. Umid qilib, Xudo berdi. Xudo xolasa operatsiyalar yaxshi, chiroyli o'tdi. Mana bugun bemorimizga yaxshi holatda vipskalarni berib javob beryapmiz. Endi bemorimizni o'zlaricha fikrlarini eshitasizlar. Shunaqa, demak, bepushtlik masalasi bo'yicha qiynalib yurgan bemorlarimizga o'zlarining tavsiyasini beradi. Shundan xulosa qilib, demak, o'zingizga xulosa qilib olasizlar, xudo xolasa. Endi nima tavsiya berasiz shunaqa bemorlarga? Endi adresni xatolashmay kelish kerak birinchidan. Ko'p joyga bordim. Ko'p operatsiya ham qildi. Tavsiya qilaman, kelish kerak. Shu bemorimiz juda ham ko'p joyga borgan. Bizdan oldin Toshkent shahriga ham borgan, juda ham ko'p doktorlarga murojaat qilgan, operatsiyalar qildirgan, lekin foyda bo'lmagan. Xudoga shu urug'larni topib muzlatib qo'ydik. Endi shu bemorimiz ham shuncha sinovdan keyin, shuncha darddan keyin Xudo xolasa farzandli bo'ladilar. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bepushtlikni qanaqa turi bo'lishidan qat'iy nazar bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz.